Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, Nega fizika kanalining kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, biz kanalimizda e'lon qildik. Biz kuzgi milliy sertifikat imtihonlari uchun endi kanalimizda har kuni bepul tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Biz kecha 36 talik test olgandik. Ana o'sha 36 talik testning tahlili. Birinchi masala. Birinchi masalada aytyapti, x 0 teng deyapti, bizga aytyapti x 0 teng deyapti, minusdan 7 metr boshlang'ich koordinatadan deyapti, x o'qi bo'yicha v teng deyapti 6 metr taqsim sekund tezlikda tekis harakat boshlagan jism qancha vaqtdan keyin deyapti, x teng deyapti, koordinatasi 6 metr bo'ladi, 6 emas 5 metr bo'ladi deyapti. Qancha vaqtdan keyin koordinatasi 5 metr bo'ladi deyapti. Endi buni qanday ishlaymiz desangiz, qaranglar. Agar jism x o'qi bo'ylab harakat qiladigan bo'lsa, harakat tenglamasi qanday bo'ladi? Tekis harakatda x teng edi, x0 plus v ko'paytirilgan t edi. Agar jism x o'qi bo'ylab harakat qilsa, shunda 5 teng bo'ladi minusdan 7 plus 6 ko'paytirilgan t. Mana shu yerdan t'ni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda 2 sekund chiqadi. Bunday javob D da. Keyingi ikkinchi masala. Ikkinchi masala. Quyon janub tomonga v1 teng deyapti, bizga aytyapti 3.9 metr taqsim sekund tezlikda yugurmoqda. Uning tepasida uchayotgan burgutga quyon sharqqa qarab v2 teng deyapti, bizga aytyapti 5.2 metr taqsim sekund tezlik bilan uchayotgandek ko'rindi. Burgutning yerga nisbatan tezligini aniqlang deyapti. Endi qaranglar, bu masalani qanday ishlaymiz? Bizga aytyapti janub tomonga deyapti. Misol uchun mana shu tomon janub bo'lsin. v1 tezlikda uchayapti. Endi qaranglar, uning tepasida uchayotgan burgut sharqqa qarab deyapti. Sharq, misol uchun pastga qarab sharq deymiz. Mana bunaqasiga pastga qarab sharq. V2 tezlikda uchayapti. Bu tomon sharq. Sharqqa deb qo'yaman, sharq bo'lganligi uchun. Endi aytyapti bizga burgutning yerga nisbatan tezligini aniqlang. Endi sharq bilan janubning orasida 90 gradus bormidi? Xo'p, yerga nisbatan deyapti. Demak, qanday tezlikni aniqlashimiz kerak? Bizga nisbiy tezlikni aniqlash so'rayapti. Agar ikkita tezlikning orasida 90 gradus bo'lsa, ya'ni tezliklar perpendikulyar bo'lsa, nisbiy tezliklar qanday topilardi? v1 ning kvadrati plusdan v2 ning kvadrati qilib topilardi. Ya'ni kvadratlarning yig'indisini ildizidan chiqarib qo'yishimiz kerak edi. Shunda v1 ning kvadrati, ya'ni 5.2 ning kvadrati plus 3.9 ning kvadrati. Agar mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 6.5 metr taqsim sekund degan javob chiqadi. Bunday javob A da. Keyingi ikkinchi masala. 2 emas 3. Adashib ketdim. Uchinchi masala qaranglar. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat boshlagan jism 5 sekund ichida 36 km taqsim soat tezlikka erishdi. Jismning 3-sekundda bosib o'tgan yo'lini toping. Endi aytyapti, qaranglar, tinch holatdan deyapti. Demak, tinch holatdan bo'ladigan bo'lsa v0 teng 0. Endi aytyapti t teng deyapti 5 sekundda deyapti. Tezligi v teng deyapti 36 km taqsim soatga 7 deyapti. Ya'ni metr taqsim sekundga 30 uchun nima qilardik? 3.10 ga bo'lar edik. Shunda 10 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi aytyapti 3-sekundda deyapti. Har doim agar sekundda chi degan qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, uni n harfi bilan belgilang. 3-sekundda deyapti, ko'chishini aniqlang yoki bosib o'tgan yo'lini aniqlang deyapti. Ya'ni SN ni topishimiz kerak. Buni qanday topamiz? Qaranglar. Dastlab nima qilamiz? A teng edi, v ayrilgan v nolovoy bo'lingan t edi. Shunda v bizda 10, ayrilgan v 0 bo'lingan 5. Shunda buni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Endi n sekundda ko'chishning formasi qanday edi? Sn teng edi v 0 plusdan a taqsim 2 bo'lingan ko'paytirilgan 2n ayrilgan 1 degan formasi bor edi. Shunda Sn teng bo'ladi 0. Mana bu to'g'rilab yozaylik. Sn teng bo'ladi 0 plus a bizda 2 bo'lingan 2
ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 1. Shundan mana bu yerdan s n ni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda nesi chiqadi? Albatta 5 metr chiqadi. B javob. 4-chi. Qanday balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tashlangan jism harakatining oxirgi sekundida 45 metr masofani o'tadi, deyapti. Qaranglar, agar sizlarga har doim shunaqa masala keladigan bo'lsa, mana shu yo'lda ishlatsangiz har doim to'g'ri chiqadi. Endi qaranglar, boshlang'ich tezliksiz deyapti. V0 teng 0. Endi h2 teng deymiz 45 metr demaydi, oxirgi deganlik uchun. Endi qaranglar, oxirgi sekunda desa, har doim eng oxirdagi 1 sekundni olib ketamiz. T2 teng 1 sekund. Endi aytyapti bizga umumiy jism tushayotgan balandlikni toping deyapti. Endi buni qanday ishlaymiz? Buning uchun bizga mana bunaqa chizma kerak bo'ladi. Biron bir jism qandaydir balandlikda erkin tashlandi, mana bu yerga keldi, yerga urildi. Endi qaranglar, mana bu umumiy balandligimiz bizda h. Mana bu yerdagi balandlik h1. Mana bu yerdagi balandlik esa bizda h2. Endi mana bu yerda jism v0 teng 0 tezlikka ega bo'lgan edi. Endi mana shu yerdan jismni qo'yib yubordik, mana shu yerdan. Mana shu h1 balandlikni o'tib bo'lgandan keyin mana bu yerga kelganda u jismning tezligi vx ga teng bo'ladi. Vx ga. Endi xo'p, bizga mana bu yerni o'tish vaqti ma'lum-ku. Nima qilamiz shunda? h2 teng deyman, vx ko'paytirilgan t2 qo'shilgan j t2 ning kvadrati bo'lingan 2. Mana shu yerdan vx ni topib qo'yaylik. 45 teng bo'ladi vx ko'paytirilgan t2 bizda 1 plus j10 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 ning kvadrati. Mana shu yerdan vx ni topadigan bo'lsak, bizda 40 metr taqsim sekund chiqadi. Endi nima qilamiz? Desangiz, qaranglar, h1 ni bunaqa qilib topamiz. h1 teng deyman, vx ning kvadrati ayrilgan v0 ning kvadrati bo'lingan 2a deyman. Endi qaranglar, ustoz bunaqa formula yo'q edi-yu, qayerdan keldi desangiz, qaranglar, o'zi h teng edi, v ning kvadrati ayrilgan v0 ning kvadrati bo'lingan 2a edi. Shunda, hop, mana bu yerdagi boshlang'ich tezlikmi? Dastlabkisimi? Mana bu yerdagi vx deganimiz, mana shu h1 balandligi uchun eng oxirdagi tezlikmi? Shunda vx ning kvadrati ayrilgan v0 ning kvadrati taqsim 2 desak ham bo'laveradi. Endi erkin tushayotgani uchun mana bu yer 2 bo'ladida. Endi vx bizda 40 ning kvadrati, mana bu chizilib ketdi. 40 ning kvadrati ayrilgan 0 ning kvadrati bo'lingan 2 ko'paytirilgan j10. Mana shundan hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 80 metr chiqadi. Endi umumiy balandlikni qanday topamiz? h teng edi, h1 plusdan h2 bo'ladi. Shunda 80 ga qo'shishimiz kerak 45 ni. Qo'shsak nechta chiqadi? 125 metr chiqadi. 5-da jism tik yuqoriga deyapti, v0 teng deyapti 60 metr taqsim sekund tezlik bilan otildi deyapti. Endi aytyapti uning t1 teng 2 sekunddan t2 teng deyapti 8 sekund vaqt oralig'ida ko'chishini modelni aniqlang deyapti. Ko'chishini modelni aniqlashimiz kerak ekan. Eski ko'chishni. Endi qaranglar. Birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda mana bu jism qancha vaqt ko'tariladi? Mana shuni topib olaylik. T ko'tarilish teng nima bo'lardi? v0 bo'lingan j. Shunda v0 bizda 60 bo'lingan 10. Shunda 6 sekund davomida ko'tarilar ekan. Endi buni xulosa qilamiz, qaranglar. Biron bir jism mana bu yerda turibdi. v0 tezlik bilan otdik, buni yuqoriga v0 tezlik bilan otdik. Endi nima bo'ladi? Qaranglar. v0 tezlik bilan otdik. Mana bu yerga keldi. Mana shu yerga 2 sekund davomida keldi. Mana shu yerda u yerdan qandaydir bir h1 balandlikda bo'ladimi? h1. Buni qanday topamiz? h1 teng deyman, v0 ko'paytirilgan t1 ayrilgan j t1 ning kvadrati bo'lingan 2 edi. Shunda v0 bizda 60 ko'paytirilgan t1 2 ayrilgan j 10 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati. Shunda buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 100 metr chiqadi. Endi shunda mana shu yerga kelsa, hali uchishni davom qilyapti-yu. Mana bu yerga bordi, to'xtadi. Keyin nima qiladi endi? Bu yerda turib qolmaydi-yu.
qaytadingizga. Misol uchun mana shu yerga kelgan paytida 8 sekund o'tdi oralikdan. Endi u mana shu yerda turibdimi? Demak, mana bu yerda endi u yerdan qandaydir bir h2 balandlikdan h2 balandlikda shunda h2 teng bo'ladi demak v0 ko'paytirilgan t2 ayrilgan j_t2 ning kvadrati bo'lingan 2 deyman. Shunda v0 bizda 60 ko'paytirilgan t2 bizda 8 ayrilgan j10 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati bo'lingan 2. Shunda buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 160 metr chiqadi. Endi mana shu yerda ko'chish degani nima edi? Ko'chish degani o'zi. Ko'chish degani moddiy nuqtaning harakati davomida boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi kesma. Shunda s ko'chish teng bo'ladi h2 ayrilgan h1. Shunda 160 dan ayirib qo'yishimiz kerak 100 ni. Shunda ko'chish bizda s ko'chish teng chiqadi 60 metr. Bunday javob bizda D da ekan. D variantda ekan. Keyingi 6-chi masalada biror balandlikdan deyapti, ya'ni h balandlikdan deyapti. Gorizontal otilgan jismning boshlang'ich tezligi 2 marta orttirilsa, ya'ni v02 teng deyapti, 2 ta v01 bo'lsa, bizga aytayapti uning uzoqligi qanday o'zgaradi? S2 teng S2 taqsim S1 ni so'rayapti-da. Endi gorizontal otildi degan nima degan edi? Gorizontal otildi degan. Gorizontal otildi degani biron bir jismni qandaydir bir balandlikdan otsak, mana shu gorizontal otilgan bo'ladi. Ya'ni mana bunaqasiga to'pni tepib yuboradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana bunda uchib boradi-da, mana shu yerga tushadi. Endi mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa s mi? Mana shu s ni nima qilib topardik? S teng edi v0 ko'paytirilgan ilza ostida 2h bo'lingan j ga teng edi. Shunda mana bu balandlik o'zgarmagan, faqatgina boshlang'ich tezligi o'zgargan. Shunda s2 ni s1 ga nisbati teng bo'ladi deyman. v02 ko'paytirilgan ilza ostida 2h bo'lingan j. Pastda v01 ko'paytirilgan ilza ostida 2h bo'lingan j. Shunda mana shu yerdan s2 ni s1 ga nisbati teng bo'ladi v02 bizda 2 ta v01 bo'lingan v01. Endi mana bu yerda 2h taqsim j'lar, 2h taqsim j'lar qisqarib ketadi. Shunda bular qisqarib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Mana bu yerda 2 degan javob chiqadi. Ya'ni s2 teng chiqadi 2 ta s1. Demak 2 marta ortadi degan javob bo'ladi. Keyingi 7-masala. 7-masalada aytyapti, disk o'z o'qi atrofida tekis aylanmoqda. Agar u 7 sekund mobaynida deyapti, t teng 7 sekund mobaynida, fi teng deyapti, bizga aytyapti 2pi taqsim 3 radianga burilsa deyapti. 2pi taqsim 3 radianga burilayotgan bo'lsa, uning aylanishlar davrini toping deyapti. T teng so'roq. Birinchi navbatda biz nima qilamiz? Burchak tezligini topamiz. Omega teng edi, fi taqsim t edi. Shunda bizda fi ma'lum, 2pi ni bo'lishimiz kerak 3 ga bo'lamiz, uni ham t 7. Shunda 2pi taqsim 21 chiqadi. Ana endi omega teng edi, nima edi? 2pi bo'lingan katta t midi? Shunda mana shuni o'rniga borib qo'yaylik. Shunda 2pi taqsim 21 bo'lingan teng bo'ladi bizda 2pi taqsim katta t. Shunda mana shu yerdan katta t ni topib qo'yadigan bo'lsak, katta t teng chiqadi bizda 21 sekund. Ya'ni aylanishlar davri 21 sekundga teng ekan. Bunday javob A da. 8-masalada aytyapti. Avtobus 60 km masofani 50 km taqsim soat tezlikda bosib o'tib, biror bekatda to'xtadi. Bekatda 30 minut turgach, harakatini davom ettirib, yana 40 km masofani 50 km taqsim soat tezlikda o'tdi. Avtobusning butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping deyapti. Endi qaranglar, mana shu masalada ko'pchilik nima qiladi? Xato qiladi. Qayerda xato qiladi? Hozir aytaman, mana shu yerni qaranglar. Bizda S1 teng deyapti 60 km va S2 teng V1 teng deyapti, bizga aytyapti 50 km taqsim soat deyapti. 50 km taqsim soat. Endi aytyapti T2 teng deyapti 30 daqiqa deyapti. Bekatda turdi deyapti. Endi 30 minutni biz nima qilamiz?
soatga o'tkazamiz. Soatga o'tkazadigan bo'lsak 0.5 soat bo'ladi. Endi qaranglar, mana shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Mana shu vaqtni inobatga olmay ketadi. O'rtacha tezlikda buni ham inobatga olib qo'yish kerak. Chunki buning uchun vaqt sarflaydi dam olish uchun. Shunda S2 teng nima qiladi? Dam olsa 0 kilometr masofa o'tadi. Endi bizga keyin harakatni davom qildirgan 40 kilometr masofani va 3 teng deyapti, bizga aytayapti 50 kilometr taqsim soat tezlik bilan o'tdi deyapti. Endi aytayapti bizga o'rtacha tezlikni topinglar deyapti. Buni qanday topamiz? Bu o'rtacha. Qaranglar, o'zi o'rtacha tezlik nima edi? Bu o'rtacha teng edi. Bizda mana bunaqa edi. S1 plyusdan S2 plyusdan S3 bo'lingan T1 plyusdan T2 plyusdan T3 ga teng edi. Endi teng qo'yaman. Teng, qaranglar. Bizda S1, S2, S3 bor. Demak yozamiz S1 plyusdan S2 plyusdan S3 deyman. Endi bizda T1 yo'q. T1 o'rniga nima qo'ysak bo'ladi? S1 bo'lingan V1 plyusdan T2 plyusdan T3 ning o'rniga S3 bo'lingan V3 ni olib qo'ysak bo'ladi. Shunda teng bo'ladi. Bizda S1 60 plus S2 0 plyusdan 40 bo'lingan bizda S1 bizda 60 bo'lingan 50 plus 0.5 ko'paytirilgan plus 40 taqsim 50. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak 40 kilometr taqsim soat chiqar ekan o'rtacha tezligi. Bunday javob A da. 9. Vaznsiz blok orqali ipga cho'zilmaydigan ip o'tkazilib, uning ikki uchiga yuklar mahkamlangan. Agar yuklardan biri bir joyda qo'zg'almas qilib ushlanib turilib, blok o'qi yuqoriga 4 metr taqsim sekund tezlik bilan ko'tarilsa, ikkinchi yuk qanday tezlikda harakat qiladi deyapti. Bizga V1 teng 0 deyapti va V blokning o'qi 4 metr taqsim sekund tezlik bilan ko'tarildi deyapti. Endi aytayapti V2 qanday deyapti. Buni qanday topamiz? Qara, birinchi navbatda biz blok chizamiz. Mana bu blok. Endi aytayapti U deyapti 4 metr taqsim sekund tezlik bilan yuqoriga ko'tarildi deyapti. Mana bunaqasiga V blok 4 metr taqsim sekund tezlik bilan yuqoriga ko'tarilgan. Endi bitta uchiga ilingan yuk, m massali yuk, uni nima qilgan? Mana bu yerda mahkamlab qo'ygan. Biron bir jismga mahkamlab qo'ygan. Endi ikkinchi o'qidagi ikkinchi tarafdagi yuk esa, ikkinchi tarafdagi m massali yuk. Endi u mana bunaqasiga turgan. Endi nima qiladi? Mana bu ko'tarilganda, blok o'qi ko'tarilganda, mana bu jism ham tezlik bilan harakat qiladi. V2 degan tezlik bilan. Endi mana shu tezliklar orasidagi munosabat bor edi. V blok teng bo'lardi V1 plyusdan V2 bo'lingan 2. Shunda 4 teng bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? 0 plyusdan V2 bo'lingan 2. Mana shu yerdan V2 ni topib qo'yadigan bo'lsak, V2 teng chiqadi bizda 8 metr taqsim sekund. Bunday javob B da. O'ninchida aytayapti, 36 kilometr taqsim soat tezlikda harakat qilayotgan 2 tonna massali avtomobil tormoz bergach 25 metr masofani o'tib to'xtadi. Tormozlanish kuchini toping deyapti. 36 kilometr taqsim soat tezlik bilan deyapti. Demak, buni metr taqsim sekundga o'tkazamiz. Bu bizda 10 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi bizga massasi 2 tonna degan, demak 2000 kilogramm bo'ladi u. Endi bizga S teng deyapti, 25 metr masofani to'xtadi deyapti. To'xtasa V teng nima bo'ladi? 0. Bizga aytayapti tormozlanish kuchini toping deyapti. F teng so'roq. Buni qanday topamiz? Qaranglar, birinchi navbatda tezlanishni topib olaylik. S teng edi V0 ning kvadrati ayrilgan V ning kvadrati bo'lingan 2A edi. Ya'ni tekisliklanuvchi harakat bo'lganligi uchun. Shunda A ni topib qo'yadigan bo'lsak, V0 bizda 10 ning kvadrati ayrilgan 0 ning kvadrati bo'lingan 2 ko'paytirilgan 25. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Endi qaranglar, biron bir jism gorizontal sirtda turgan bo'lsin. Gorizontal sirtda. Endi mana shu yerda m massali jism turgan bo'lsin. Endi u mana bu tarafga minusdan ma degan tezlanish bilan harakat qilyapti. Minusdan ma degan tezlanish bilan harakat qilyapti.
Endi buning yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda u qanday qarshilik kuch ta'sir qiladi? Mana bu yo'nalishda F ishqalanish kuchi ta'sir qiladimi? Bizdan hozir mana shuni so'rayapti. Hozir minusdan MA teng bo'lishi kerak. MA ning yo'nalishida bo'lmaganligi uchun minusdan F ishqalanishga. Shunda mana shu yerdan F ishqalanishni topib qo'yadigan bo'lsak, M A ga teng bo'ladi. Shunda M bizda 2000 ko'paytirilgan A bizda nechiga teng? 2 ga. Demak, 4 kilonewtonga teng bo'lar ekan. Bunday javob C da. o'n birinchi masala. Jar yoqasida turgan bola toshni 10 metr taqsim sekund tezlik bilan gorizontal yo'nalishda otdi. Koordinata boshini deyapti. Otilish nuqtasiga absissa o'qini toshning gorizontal harakati yo'nalishiga, ordinata o'qini esa vertikal pastga tomon yo'nalishga moslab, toshning trayektoriya tenglamasini yozing deyapti. Bizga faqatgina v0 teng 10 metr taqsim sekund ekanligi ma'lum. Endi buni qanday ishlaymiz? Qaranglar. Mana bu yerda biron bir tosh bor edi. Tosh v0 tezlik bilan otildi. v0. Endi mana shu yo'nalishda deyapti, bizga aytayapti, mana shu yo'nalishda deyapti, x o'qini o'tkazinglar deyapti. Endi y o'qini esa pastga qarab deyapti. Mana bunaqasiga pastga qarab y o'qini o'tkazinglar deyapti. Bu tomon qashidi. Endi buni qanday ishlaymiz? Qaranglar. O'zi mana bunaqasiga hozir uchib keladi, mana bu yerga tushib qoladimi bu? Endi shuni x tega koordinatasini qanday topadik? X teng edi 0 ko'paytirilgan t. Shunda 0 bizda bor, 10 ko'paytirilgan t. Mana shu yerdan t ni topib qo'yaylik. T teng bo'ladi x bo'lingan 10. Endi y tega koordinatasi esa y teng edi j t kvadrat bo'lingan 2 edi. Ya'ni 10 t kvadrat bo'lingan 2. Shunda y teng bo'lardi. Nima bo'lardi? 5 t kvadratga. Mana shu yerdan t ni o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, 5 ko'paytirilgan x taqsim 10 ning qavs kvadrati. Ya'ni y teng chiqadi 0.05 x kvadrat degan tenglama chiqadi. Bu tenglama toshning trayektoriya tenglamasi bo'ladi. Har doim trayektoriya tenglamasi esa y ning x ga bog'liqlik tenglamasini tuzish kerak. 12. Radiuslari bizga aytayapti R1 teng deyapti 20 cm va R2 teng deyapti bizga 30 cm bo'lgan sharlar bir-biriga tekisilib turibdi. Agar ulardan birini deyapti x teng deyapti 100 cm masofaga deyapti. 100 cm masofaga surib uzoqlashtirsak, sharning o'zaro gravitatsion ta'sir kuchi qanday o'zgaradi deyapti. F2 ni F1 ga nisbatan so'rayapti. Birinchi holat. Qaranglar. Mana bu yerda biron bir mana shunaqa dumaloq shakldagi jism bor. Buning radiusi R1. Mana buning radiusi R2. Endi mana shu ikkala jism orasidagi tortish kuchini qanday topamiz? Ikkalasining massasi ham m1, m2. Bular orasidagi F teng bo'ladi. Bizda nima bo'lar edi? Qaranglar, mana shu yerda bitta narsani bilib ketishimiz kerak. Bizga bu tomondan tortish qonuni yordamiga keladi-da mana shu yerda. Ikkita jism bir-birini derdi, ikkita jism bir-birini har doim mana shu qoidani yodingizdan chiqarmasligingiz kerak. Shunaqa masala ishlaganda ikkita jism bir-birini massalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsional, massa markazlari orasidagi masofaning kvadratiga esa teskari proporsional kuch bilan tortishadi degan edi. Shunda hozir mana bu ikkalasining massa markazlari orasidagi masofa mana shu R1 plusdan R2 mi? Shunda R1 plusdan R2 ning qavs kvadrati bo'ladi. Ana endi ikkalasi ham bir-biridan deyapti, bizga aytayapti 100 cm masofaga uzoqlashtirilsa deyapti. Ya'ni ikkinchi holatda aytayapti, ikkinchi holat. Ikkalasini ham bir-biridan 100 cm masofaga uzoqlashtirsak, ya'ni mana bu yer R1, endi ular orasida qandaydir bir x masofa paydo bo'ldi.
ikkita jism tekizilib turganda, ya'ni olib tashladik. Mana bu yer erik. Endi ikkalasi qaranglar. Endi ikkalasi qanday kuch bilan tortishadi? F teng bo'ladi katta J ko'paytirilgan M1 M2 bo'lingan R1 plyusdan R2 plyusdan endi orasidagi masofa x ning ham qavs kvadrati bo'ladi. Shunda mana bu F2. Mana endi F1 ni F2 ga nisbatlab qo'ysak bo'ldi. Shunda F2 ni F1 ga nisbati teng bo'ladi bizda katta J ko'paytirilgan M1 M2 bo'lingan R1 plyusdan R2 plyusdan x ning qavs kvadrati bo'lingan mahrajda katta J ko'paytirilgan M1 M2 bo'lingan bizda nima edi? R1 plyusdan dastlabki holatda R2 ning qavs kvadrati edi. Shunda mana bu yerdan ishlab qo'yadigan bo'lsak, mana bu massa o'zgarmagan, gravitatsiya doimiysi doim bir xil. Shunda qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda R1 plyusdan R2 ning qavs kvadratini R1 plyusdan R2 plyusdan x ning qavs kvadratiga nisbati bo'ladi. Shunda 30 plyusdan 20 bo'lingan 30 plyusdan 20 plyusdan nima bo'ladi? 100 ning qavs kvadrati bo'ladi. Mana bu yerda kvadrat ham bor. Sig'mas ekan. Shunda F2 taqsim F1 teng bo'ladi. Yuqorida 50, mahrajda esa 150 ning qavs kvadrati, ya'ni 1 taqsim 9 chiqadi. Ya'ni 9 marta kamayadi degan javob bo'ladi. B javob. Keyingi masala. 13. masalada aytyapti. Avtoinspektor avtomobil tormozlanish izining uzunligi S teng deyapti, bizga aytyapti 40 metr ekanligini aniqladi. Agar avtomobil shinasi va asfalt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mu teng deyapti, bizga 0.5 ekanligini bilsa, avtomobil qanday tezlikda harakatlangan deyapti. Va nolni topishimiz kerak. Chunki endi avtoinspektor deyapti, bizga masalan shartida aytyapti, avtomobil izining tormozlanish uzunligi, ya'ni u to'xtab bo'lgan v teng 0. Shunda tormozlanish yo'lini qanday topardik? S tormozlanish yo'li teng edi v 0 ning kvadrati ayrilgan v ning kvadrati bo'lingan 2 mu j ga teng edi. Shunda S tormozlanish yo'li 40 teng bo'ladi bizda nimaga? V 0 ning kvadrati ayrilgan 0 ning kvadrati bo'lingan 2 ko'paytirilgan mu 0.5 ko'paytirilgan j 10. Shunda v 0 teng chiqadi 20 metr taqsim sekund yoki 72 kilometr taqsim soat. Bizdan kilometr taqsim soatda so'rayapti. Shuning uchun javob A. Gorizontal tekislikda R teng deyapti 1 metr radiusli g'ildirak dumalab ketmoqda. Agar g'ildirak yuqori nuqtasining yerga nisbatan tezligi v teng deyapti, bizga aytyapti 2 metr taqsim sekund bo'lsa, endi aytyapti u holda g'ildirak pastki nuqtasining yerga nisbatan tezlanishini toping deyapti. Bu yuqori nuqtasi, ya'ni buni endi v A deb turaylik. Va nimaga ekanligini keyin aytaman hozir. Bizdan so'rayapti, yerga nisbatan pastki nuqtasinikini topishimiz kerak. Ana so'rayapti. Buni qanday ishlaymiz? Qaranglar. Bizga hozir aytyapti, masala shartda aytyapti 14 ta. Gorizontal tekislikda 1 metr radiusli g'ildirak dumalab ketmoqda. Agar deyapti, g'ildirak yuqori nuqtasining yerga nisbatan tezligi, ya'ni bizga mana bu nuqtaning tezligini aytyapti. Mana bu nuqtani A deb oladigan bo'lsak, mana bu nuqtaning tezligi VA deyapti 2 metr taqsim sekund deyapti. Endi aytyapti, qaranglar. Agar g'ildirak yuqori nuqtasining tezligi 2 metr taqsim sekund bo'ladigan bo'lsa yerga nisbatan, u holda g'ildirak pastki nuqtasining, ya'ni mana bu nuqtaning bizga aytyapti tezlanishini toping deyapti.
Endi buni qanday topamiz? Qaranglar, g'ildirakning o'zining tezligi, ya'ni v ni qanday topardik? V ni va teng edi. Nima edi? 2 ta v ga teng edi. Mana shu yerdan v ni topib qo'yadigan bo'lsak, 2 ni 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bizda 1 metr taqsim sekund ekanligi kelib chiqadi. Endi v teng edi omega ko'paytirilgan r edi. Shunda mana shu yerdan v bizda 1 teng bo'ladi omega ko'paytirilgan 1. Mana shu yerdan omega ni topib qo'yadigan bo'lsak, 1 radian taqsim sekundga teng chiqadi. Endi a teng edi omeganing kvadrati ko'paytirilgan r edi. Shunda omega bizda 1 ga teng, 1 ning kvadrati ko'paytirilgan 1. Shunda 1 radian taqsim sekundga teng chiqadi. Ustoz, nimaga aynan omegani topdingiz desangiz, aylana bo'ylab, ya'ni bir o'qga mahkamlangan degan so'z ishlatilgan bo'lsa bo'ldi, yoki bir o'qga mahkamlangan jismlarda har doim burchak tezlik teng. Shuning uchun ham men omegani topib, keyin tezlanishini topdim. Keyingisida bizda aytyapti, har birining bekiligi k ga teng bo'lgan 8 ta bir xil prujina rasmdagidek ulandi deyapti. Endi aytyapti, ularning umumiy bekilligini toping deyapti. Dastlab mana bu to'rttasi parallel ulangan. Demak, k umumiy 1 teng bo'ladi. Har birining bekiligi k bo'lganligi uchun k plyusdan k plyusdan k plyusdan k. Shunda 4k ga teng bo'ladi. Endi mana bu prujinalar ham parallel ulangan. Shunda k umumiy 2 teng bo'ladi. Nima bo'ladi? K plyusdan k plyusdan k plyusdan k. Shunda 4 ta k ga teng bo'ladi. Endi bular umumiysi ikkalasi ham qanday ulangan? Ketma-ket. Shunda 1 taqsim k umumiy teng bo'ladi 1 taqsim 4k plyusdan 1 taqsim 4k. Mana shu yerdan k umumiyni topib qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 2 ta k ga teng chiqadi. Bunday javob bizda A. Keyingi 16. Massasi yerniki bilan bir xil deyapti. 16 da aytyapti. Ya'ni m planeta teng deyapti. M yer bo'lgan sayyora deyapti. Radiuslari 2 marta kichik deyapti. Massasi yerniki bilan bir xil, radius esa 2 marta kichik. Ya'ni r planeta teng deyapti. Bizga aytyapti r yer taqsim 2 ga teng deyapti. Bo'lgan x sayyorada qanday tezlikka ega bo'lgan raketa undan uchib chiqib keta oladi? Yer uchun birinchi kosmik tezlik deyapti. v1 teng deyapti. Bizga aytyapti 8 kilometr taqsim sekundga teng deyapti. Endi biz planeta uchun shuni topishimiz kerak. Planeta uchun birinchi kosmik tezlikni topishimiz kerak. O'zi birinchi kosmik tezlik qanday topilardi? V teng edi. Ilzostida katta J ko'paytirilgan m taqsim r ga teng edi. Shunda v1 ni v planetaga bo'ladigan bo'lsak, teng bo'ladi ilzostida katta J ko'paytirilgan m yer bo'lingan r yer bo'lingan nima bo'ladi? Katta J ko'paytirilgan m planeta bo'lingan r planeta bo'ladi. Shunda mana shu yerda katta J'lar bir xil qisqarib ketadi. Shunda m yer va m planeta ham teng. Shunda ilzosida nima bo'ladi? R planeta bo'lingan r yerga teng bo'ladi. O'zi r planeta nimaga teng edi? R yer bo'lingan 2 ga, mahrajda esa r yer bor. Shunda mana shu yerdan biz v1 ning o'rniga 8 ni olib qo'yadigan bo'lsak, bo'lamiz v planetaga teng bo'ladi. Mana bu yerda r yerlar qisqarib ketadigan bo'lsa, 1 bo'lingan ilzosida 2 qoladi. Shunda v planeta teng chiqadi 8 ilzosida 2 kilometr taqsim sekund tezlik bilan uchirishimiz kerak bo'lar ekan. Bunday javob B da. Keyingi 17 masala. 17 masalada aytyapti, zichligi 200 kg taqsim metr kub bo'lgan po'kak deyapti, shar suvli idishda idish tubiga prujina yordamida rasmdagidek tortib biriktirilgan. Bunda prujinaning absolyut cho'zilishi 10 cm bo'lib, po'kak hajmining yarmi suvga botgan. Endi aytyapti, prujinaning bekilligini toping deyapti. Demak, bizga bergan nimalarni bergan? Qaranglar. Bizga ro jismning zichligini bergan 200 kg taqsim metr kub deyapti. Va bizga botgan qismini aytyapti. V botgan teng deyapti. V taqsim 2. Keyin absolyut cho'zilish, ya'ni delta L ni bergan. Bizda 10 cm ekanligi ma'lum. Keyin yana bizga va shar hajmini bergan. Shar hajmi bizda 100 cm kub ekanligi ma'lum. Endi buni qanday topamiz? Qaranglar. Endi buni topish uchun bunaqa qilamiz. Qaranglar.
Mana bu jism suvda turganligi uchun bunga qanday kuch ta'sir qiladi? Yuqoriga albatta F Arximed kuchi ta'sir qiladi. Endi mana bu jismga pastga tomon qanday kuch ta'sir qiladi? Pastga tomon. Pastga tomon yer buni mg og'irlik kuchi bilan tortadi. Endi yana qanday kuchlar bor edi? Pastga tomon mana bu hozir Arximed kuchi katta bo'lganligi uchun, mana bu jismga hozir ta'sir qilayotgan Arximed kuchi, po'kakka ta'sir qilayotgan Arximed kuchi katta bo'lganligi uchun mana bu jismni yuqoriga tortyapti. Shunda mana bu prujina cho'zilmasligi uchun mana bu tomonga elastik kuchi paydo bo'ladi. Endi buni boshqacha rangda yozishimiz kerak. Yashil rangda yozaylik. F elastik kuchi paydo bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Qaranglar. F Arximed teng bo'lishi kerak. Nimaga? mg plyusdan F elastiklikka. Endi Arximed kuchi nima edi? Rho suyuqlik ko'paytirilgan v botgan ko'paytirilgan j teng bo'ladi. M deganimiz o'rniga rho jism ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j deyman, plus elastiklik kuchi nima edi? K ko'paytirilgan delta L. Mana shu yerdan topib qo'yamiz. Shunda rho suyuqlik suv zichligi 1000 ko'paytirilgan v botgan v taqsim 2, ya'ni 100 cm kubdan metr kub santimetr kubdan metr kubga o'tadigan bo'lsak, 100 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 6 bo'lingan 2 ko'paytirilgan j esa 10 teng bo'ladi. Rho jism 200 ko'paytirilgan 100 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 6 ko'paytirilgan 10 plus k ko'paytirilgan delta L 10 santimetrimiz 0,1 metr. Mana shu yerdan k ni topib qo'yadigan bo'lsak, endi bizda k teng nechta chiqadi? Hozir endi buni ishlab ko'rish kerak. Bizda hozir k 3 chiqar ekan. K teng 3 chiqar ekan. K teng 3 newton taqsim metrga teng ekan. Bunday javob bizda B da. Keyingi 18-masala. 18-masalada aytyapti, jismning suvdagi og'irligi havodagi og'irligidan 2 marta kichik deyapti. Jismning zichligini toping deyapti. Jismning suvdagi og'irligi havodagi og'irligidan 2 marta kichik bo'lsa, jismning zichligini toping. Rho jism teng so'roq. Suvning zichligini bilamiz. Nechaga teng edi? 1000 ga. Endi buni qanday topamiz? Jismlarning suyuqlikdagi og'irligi P suyuqlikdagi og'irligi mg ayrilgan nima qilib topilardi? F Arximed deb topilardi. Mana bu formula jismlarning suyuqliklardagi og'irligini topish formulasi. Shunda endi havodagi og'irlik, ya'ni P havo teng nima edi? Mg ga. Shunda hozir mg taqsim 2 teng bo'ladi, ya'ni P suvni o'rniga borib qo'ydim. mg taqsim 2 teng bo'ladi nimaga? mg bo'lingan 2 teng bo'ladi mg ayrilgan F Arximedga. Mana shu yerdan hozir mg taqsim 2 teng bo'ladi bizda F Arximedga. Endi yo'yaman, qaranglar. M deganimiz rho jism ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j teng bo'ladi deyman. 2 ko'paytirilgan rho suyuqlik ko'paytirilgan v ko'paytirilgan j deyman. Mana shu yerdan v jlar qisqarib ketadigan bo'lsa, rho jism teng chiqadi 2 ta rho suyuqlikka. Demak, nima bo'ladi? Qaranglar. 2 ta rho suyuqlikka teng ekan. Demak, 2 ko'paytirilgan suyuqlik nima edi bizda? Suv edi. Shunda 1000 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, jismning zichligi 2000 kg taqsim metr kub ekan. Bunday javob bizda D javob turibdi. D da. Endi keyingi 19. Masala. Gorizontal silliq stol ustida qog'oz yotibdi. Qog'oz ustida esa suv solingan, stakan qo'yilgan deyapti. Suv solingan, stakan qo'yilgan. Qog'ozni stakan tagidan qanday eng kichik tezlik bilan tortib olsak, deyapti, joyida qoladi. Qog'oz va stakan orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mu teng deyapti. Bizga aytyapti 0,3 ga teng. Qanday tezlanish bilan tortib olishimiz kerak deyapti. Qaranglar. Mana bu stakan deb tasavvur qilamiz. Mana bu stakan, mana bu esa qog'oz. Tasavvur qilaylik. Mana bu qog'oz, ichida suv bor. Endi qaranglar, mana buni MA tezlanish bilan tortgan paytimizda
Mana bu qog'oz mana bu tomonga ishqalanadi. Ya'ni orqaga F ishqalanish bo'ladi. Endi qaranglar, mana bu ustidagi stakan sirpanmasligi uchun hozir MA teng bo'lishi kerak nimaga? F ishqalanishga. Shundan kelib chiqadi A teng bo'lishi kerak mu ko'paytirilgan J ga. Shunda mu bizda 0.3 ga teng, ko'paytiramiz J bizda 10 ga teng. Shunda 3 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tortadigan bo'lsak, stakan joyidan qo'zg'almaydi. Javob B. Keyingisi 20-masala. 20. Qaranglar. Moddiy nuqta x, a, y koordinatalar tekisligida x teng deyapti, bizga aytyapti 1 plyusdan t deyapti va y teng deyapti, bizga aytyapti 2 plyusdan 2t. Tenglamalarga ko'ra chiziqli tekis harakat qilmoqda. Moddiy nuqta uchun y teng deyapti, yx deyapti, trayektoriya tenglamasini yozing deyapti. Endi agar sizga mana shunaqa misol keladigan bo'lsa, har doim x ni y ga bog'lashingiz kerak. Shuni bilib qo'ysangiz yetarli. Trayektoriya tenglamasi desa, y ning x ga bog'liqligi. Mana bundan t ni topib qo'yamiz. T ni topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? X ayrilgan 1 bo'ladi. Shunda y teng edi, nima edi? 2 plyusdan 2 ko'paytirilgan t ning o'rniga borib qo'yamiz. Shunda x ayrilgan 1. Shu yerdan hisob ketadigan bo'lsak, y teng bo'ladi 2 plyusdan 2x ayrilgan 2. Shunda mana shu yerdan y teng chiqadi 2x ayrilgan 2x ning o'zi chiqib qoladimi? 2x ning o'zi chiqar ekan. 2x ga teng ekan trayektoriya tenglamasi. Bunday javob bizda A. Keyingi 21-masala. 21 hozir. Mana bu yerda mana 21-bet. Masalada aytyapti. 21-masalada bizga aytyapti, tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qila boshlagan poyezdning 3-vagoni biror bir ustun oldidan tonol vaqt o'tgan bo'lsa, uning 7-vagoni shu ustun oldidan qancha vaqt o'tadi deyapti. Endi buni qanday ishlaymiz? Qaranglar, bizga v0 teng deyapti 0. Endi qaranglar, biz v0 teng 0 bo'lgan paytda s teng edi, nima edi? A t kvadrat taqsim 2 ekanligini bilamiz. A t kvadrat taqsim 2 ekanligini bilamiz. Endi qaranglar, vagonlarning har bitta vagonni uzunligini biz nima deymiz? L deb belgilab olaylik. Endi n ta vagonning uzunligini qanday topamiz shunda? N ko'paytirilgan L deb topamiz shunda, to'g'rimi? Endi qaranglar, biz birinchi navbatda 3-vagonning ustun oldidan o'tish vaqtini topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Qaranglar, 3-vagon ustun oldidan o'tish uchun dastlab poyezd boshidan boshlab jam 3 ta vagon o'tgan paytdagi vaqtdan dastlabki 2 ta vagon o'tgan paytdagi vaqtni ayirib tashlashimiz kerak. Shunda t3 dan ayirib qo'yishimiz kerak t2 ni. Mana bu yerdan t ni topib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ilzosida emas. Yanglishib ketmiz. Shunda nima bo'ladi? Bizda 2 ko'paytirilgan s n bo'ladi ilzosida, sn. 2 ko'paytirilgan ilzosida sn bo'lingan nima bo'ladi? A ayrilgan, ya'ni s3 bo'ladi-da. Endi mana bu yer sn emas. S3, 3 ta vagon uzunligi ayrilgan ilzosida 2 ko'paytirilgan S2 ayrilgan A bo'ladi. Shunda buni soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 3 ta vagon uzunligi 3L bo'lingan nima bo'ladi? A ayrilgan ilzosida 2 ta vagon uzunligi nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 2 ta L ayrilgan A. Shunda mana shu yerdan biz T0 ni topib qo'yadigan bo'lsak, T0 teng chiqadi. Ilzosida 2L bo'lingan A ko'paytirilgan ilzosida 3 ayrilgan ilzosida 2 chiqadi. Ilzosida 3 ayrilgan ilzosida 2 chiqadi. Ayrilgan ilzosida 2. Endi qaranglar. Endi
bizga aytyapti 7-vagoni shu ustun oldidan qancha vaqt o'tadi. Shunda T7-vagonni mana shu ustun oldidan qancha vaqtda o'tishini topishimiz uchun nima deymiz? Buni Tx vaqt ketadi deymiz. Shunda Tx vaqtni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? 7-vagonni o'tish vaqtidan 7ta vagon o'tgan paytdan boshlab 6ta vagon o'tgan paytdagi vaqtni olib tashlaydigan bo'lsak, shunda mana shu 7-vagoni mana shu umumiy 7ta vagon o'tgan paytdagi, ya'ni bitta 7-vagonning o'zi o'tgan paytdagi vaqtni topa olamiz. Shunda ilzosida 2 ko'paytirilgan S7 bo'lingan A ayrilgan ilzosida 2 ko'paytirilgan nima bo'ladi? S6 bo'lingan A. Shunda mana buni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, ana endi nima bo'ladi? Qaranglar. Ilzosida 2 ko'paytirilgan 7 ta vagon uzunligi 7 ko'paytirilgan L bo'ladi. Pastda esa A ayrilgan ilzosida 2 ko'paytirilgan 6L bo'lingan A bo'ladi. Ana endi mana shu yerdan Tx vaqtni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda Tx teng chiqadi. Nima bo'ladi? Ilzosida 2L bo'lingan A ko'paytirilgan ilzosida 7 ayrilgan ilzosida 6 qoladi. Qolishida. Endi bizda T0 vaqt bor edi. T0 vaqt nima edi? Ilzosida 2L bo'lingan A ayrilgan emas, ko'paytirilgan ilzosida 3 ayrilgan ilzosida 2 ga teng edi. Endi biz mana shu yerdan ikkalasini bo'lib yuboradigan bo'lsak, Tx teng chiqadi. Nima bo'ladi? Ikkalasini bo'lib yuborsak, ilzosida 7 ayrilgan ilzosida 6 bo'lingan ilzosida 3 ayrilgan ilzosida 2 ko'paytirilgan T0 degan formula chiqadi, ya'ni ifoda chiqadi. Bunday javob C da. 22 masala. 22 masalada bizga aytyapti x teng deyapti -5 plus 2 plusdan t kvadrat deyapti. Qonuniyat bo'yicha harakatlanmoqda deyapti jism. Mana shu qonuniyat bo'yicha harakatlanayotgan ekan. Endi aytyapti t teng deyapti, bizga aytyapti 3 sekund ichida bosib o'tgan yo'lini aniqlang deyapti. Yo'lini topishimiz kerak. Buni qanday topamiz? Dastlab mana buni o'rniga borib qo'yaylik. Yoki mana bu tenglama o'zi qanday tenglama? Qaranglar. X teng x0 plusdan v0 ko'paytirilgan v0 plusdan nima bo'lyapti? T kvadrat, ya'ni mana bunaqa. v0 plusdan at kvadrat bo'lingan 2 degan mana bu tenglamaga o'xshayapti. Ya'ni mana bu tenglama xuddi mana shu tenglamaga o'xshayapti. Endi nima qilamiz? Dastlab biz s ni topishimiz uchun dastlab mana buni o'rniga mana bu yerga t larning o'rniga 3 ni borib qo'yamiz. Shunda x teng bo'ladi -5 plus 2 ko'paytirilgan 3 plus 3 ning kvadrati. Shunda buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, -5 plus 2 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6 plusdan 9. Shunda 1 10 chiqar ekan. 10 metr yurar ekan. Endi koordinatasi 10 bo'libdi. Endi qancha yurgan topishimiz uchun s teng edi x ayrilgan x0. x0 mana bu yerda bor. Nechaga teng? -5 ga. Shunda x teng bo'ladi. Bizda 10 ayrilgan -5. Shunda nech chiqadi? 15 metr masofa yurar ekan. Bunday javob D. 23da aytyapti, savol ekan. Metal tanga birinchisida metal tanga, yog'och sharcha va qush pati deyapti, havoda bir xil balandlikdan bir xil vaqtda tashlab yuborildi. Ushbu jismlardan qaysi biri yerga oldin tushadi? Hammasi bir xil vaqtda tushadi. Ya'ni j teng 10 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tushadi. Shuning uchun hammasi bir xil vaqtda tushadi degan javobni olib ketamiz. Bu yerda endi hayotiy qaramaymiz. Shunchaki hamma jismlarga hech qanday qarshilik kuchi va boshqa umuman yopiq sistemada harakat qilyapti deb olib ketamiz. Ya'ni hech qaysi jism yoki biron bir nima unga ta'sir qilmayapti. Shunchaki yerning og'irlik kuchi ta'sirida o'zi tushyapti deb qaraydigan bo'lsak, hammasi bir xil vaqtda tushadi. 24. Keyingi masala. 24.
24ta jism gorizontga alfa teng deyapti 15 gradus burchak ostida va 0 teng deyapti 10 metr taqsim sekund tezlik bilan boshlang'ich tezlik bilan otildi. Jismning uchish uzoqligini aniqlang deyapti. S teng so'roq. Buni qanday aniqlaymiz? S teng edi. Agar jism gorizontga nisbatan burchak ostida otilsa, v0 ning kvadrati ko'paytirilgan sinus 2 alfa bo'lingan j ga teng edi. S teng nima deymiz shunda? v0 ning kvadrati, ya'ni 10 ning kvadrati ko'paytirilgan sinus 2 ko'paytirilgan 15 gradus bo'lingan j nima edi? 10. Shunda s ni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 10 ning kvadrati 100 bo'lingan mahrajda 10 bor, sinus 30 gradus bo'ladi. Mana shu yerdan hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 5 metr masofaga borib tushar ekan, otilgan joydan boshlab. Sajod. 25. 25-masala. 5 metr radiusli aylana bo'ylab harakatlanayotgan jismning yarim davrdagi ko'chishini aniqlang deyapti. Yarim davrdagi ko'chishini aniqlang. Erteng degan bizga aytyapti 5 metr va aytyapti bizga yarim davrdagi ko'chishini, ya'ni t teng deyapti katta t taqsim 2 davrdagi ko'chishini aniqlang deyapti. Buni qanday bilamiz? Qaranglar. Buni endi bitta aylana chizaylik. Hozir uni bunaqa qilamiz. Mana aylana. Endi qaranglar. Masalan, jism mana shu yerdan harakat boshlasin. Mana shu nuqtadan harakat boshlasin. Endi u yarim davr mobaynida mana bu joyga keladi. Endi shunda yarim davr mobaynida mana bu joyni bosib o'tib keladimi? Mana bu yerni. Mana bu yerni bosib o'tib keladimi? Endi qaranglar, ko'chish degan nima edi o'zi? Ko'chish degan boshlang'ich va oxirgi vaziyatni nima qilish kerak edi? Tutashtirish kerak edi. Shunda mana bu boshlang'ich vaziyat, mana bu esa oxirgi vaziyatimiz. Mana bu yer. Shunda mana bu joydan mana bu yergacha bo'lgan, ya'ni aylana markazidan boshlab chetigacha bo'lgan masofalar radius edi. Shunda ko'chish nimaga teng bo'ladi hozir? S ko'chish teng bo'ladi 2 ta erga. Shunda 2 ta erga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda 2 ko'paytirilgan 5 teng bo'ladi 10. Ya'ni hozir mana shu jismning ko'chishi 10 metrga teng ekan. 26. 26-masala. Jism aylana bo'ylab omega teng deyapti, bizga aytyapti 10 radian taqsim sekund burchak tezlik bilan tekis aylanmoqda. Uning deyapti 4 pi sekunddagi aylanishlar sonini toping deyapti. T teng 4 pi sekunddagi. Endi buni qanday topamiz? Endi topishimiz kerak. Omega teng nima edi? 2 pi ko'paytirilgan nu edi. O'zi aylanishlar chastotasi qanday topilardi? N bo'lingan t edi. Shunda o'rniga borib qo'yaylik. Omega teng bo'ladi 2 pi ko'paytirilgan n bo'lingan t. Shunda hozir omega bizda 10 ga teng. Omega bizda 10 ga teng. 10 teng bo'ladi. 10 teng bo'ladi 2 pi ko'paytirilgan nima bo'ladi? N taqsim 4 pi. Shunda mana shu yerda n topib qo'yadigan bo'lsak, n teng 20 marta aylanar ekan 4 pi sekundda. Bunday javob A da. Bizga aytyapti sig'imi 5 litr. 5 litrni endi metr kubga o'taylik. 5 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 3 metr kub bo'ladi. Endi aytyapti bizga 5 litr bo'lgan idishga qancha kerosin sig'adi deyapti. Rho teng 800 kilogramm taqsim metr kub. Bizga aytyapti qancha kerosin sig'adi. N teng nima edi? Rho ko'paytirilgan v. Shunda rho bizda 800 ko'paytirilgan v 5 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 3. Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 4 kilogramm kerosin sig'ishi kelib chiqadi. Bunday javob C da. 28. 28-masalada aytyapti, ipga osilgan 100 gram massali metal sharcha tagiga magnit joylashtirildi. Agar magnit sharchani 1 newton kuch bilan tortayotgan bo'lsa, ipning taranglik kuchini toping deyapti. M teng deyapti, massasi 0,1 kg deyapti, ya'ni 100 gram 0,1 kg bo'ladi. Endi aytyapti, bizga F teng deyapti, 1 newton kuch bilan magnit tortayotgan bo'lsa, ipning taranglik kuchini toping, ya'ni T ni topishimiz kerak. Bu nima deyapti? Endi qaranglar. Masalan, mana shunaqa biron bir jism mana shunday ilinib turgan bo'lsin. Endi uni pastga tomon magnit F kuch bilan tortsin.
Endi mana bu jism m massali bo'lganligi uchun pastga qanday kuch ta'sir qanday kuch bilan tortiladi? M j kuch bilan tortiladi. Endi mana bu hozir m j kuch bilan tortilganligi uchun ip yuqoriga ipning tarang kuchi yuqoriga tomon t bo'ladi. Shunda mana shu yerdan t ni topib qo'yadigan bo'lsak, t teng bo'ladi mj plyusdan f. Shunda m bizda 0.1 ko'paytirilgan, bizda masalada j ni 9.8 deb olib keting deb bergan ekan. 9.8 metr taqsim sekund kvadrat deb ko'paytiramiz. Shunda 9.8 ga plus f deganimiz 1 edi. Shunda t ni topib qo'yadigan bo'lsak, 1.98 newton kuch bilan taranglanayotgan ekan. Bunday javob C da. Keyingi masala 29. 29-masala. 29-masalada aytyapti, kondalang kesim yuzalari deyapti. S1 teng deyapti 1 cm kvadrat va S2 teng deyapti, bizga aytyapti 2 cm kvadrat bo'lgan ikkita bir xil uzunlikli simlar o'zaro yonma-yon birlashtirilib 3 newton kuch bilan cho'zildi. Simlarning mexanik kuchlanishini aniqlang deyapti. Endi qaranglar, buni qanday topamiz? Ikkalasi ham F teng deyapti, bizga aytyapti 3 newton kuch bilan cho'zildi deyapti. Masalan, mana shunaqa bitta sim bor. Kondalang kesim yuzi shunaqa bo'lgan. Mana bu joyda yana bitta sim bor. Endi mana shu ikkala sim ham bir xil F teng 3 newton kuch bilan cho'zildi. Endi buni qanday ishlaymiz? Qaranglar. Mexanik kuchlanish o'zi nima edi? Sigma teng edi, F bo'lingan S edi. Endi bu yerda har bittasining mexanik kuchlanishini aslida topib olib qo'shishimiz kerak edi, lekin osonroq yo'lda ishlaydigan bo'lsak, mana bu yerda umumiy yuzani olib ketsak ham bo'laveradi. Shunda F bizda 3 bo'lingan umumiy yuza nima bo'ladi? 1 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 6 plus 2 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 6. Shunda buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Sigma teng chiqadi, sigma teng 3 bo'lingan 3 ko'paytirilgan 10 darajasida minusdan 6. Shunda 10 darajasida 6 paskal mexanik kuchlanishda bo'lar ekan. Biz mana bu yerda xatolashib ketdikmiz. Santimetr kvadratdan metr kvadratga o'tish uchun 10 darajasida minusdan 4 ga ko'paytirish kerak edi. Mana shuning uchun ham javobi xato chiqib qolgan ekan. Mana bu yerlari ham shunda o'zgaradi. 10 darajasida 4, mana bu yer ham 10 darajasida 4. Shunda sigma teng, bizda mexanik kuchlanishimiz 10 kilopaskalga teng bo'lar ekan. Bunday javob B da. Keyingi 30-masala. 30-masalada aytyapti, massasi 2 tonna bo'lgan avtomobil gorizontal yo'lda 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Agar ishqalanish koeffitsiyenti 0.05 ga teng bo'lsa, avtomobilning tortish kuchini toping deyapti. Massasi m teng 2000 kg deyapti, ya'ni 2 tonnani kilogramga yutadigan bo'lsak, 2000 kg bo'ladi. Endi aytyapti a teng deyapti 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Ishqalanish koeffitsiyenti beribdi. Mu teng 0.05 ga teng ekan. Endi hozir mana bu yerga bitta chizsak. Ana endi qaranglar. Mana gorizontal tekislikda biron bir jism turibdi. Gorizontal tekislikda biron bir jism turibdi. Endi mana bu tomonga unga F kuch ta'sir qilganda, u ma tezlanish bilan harakat qildi. Endi u oldinga ma tezlanish bilan harakat qilganligi uchun uning harakati yo'nalishiga qarama-qarshi ravishda ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Endi mana shu jism uchun hozir harakat uchun harakat tenglamasini yozishimiz kerak. Qanday yoziladi? MAning o'zi natijaviy kuch bo'ladi. Uning yo'nalishidagi kuchlar musbat qilib olinadi. Uning yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lgan kuchlar manfiy qilib olinadi. Mana shu yerdan F ni topib qo'yishimiz kerak. Shunda F teng bo'ladi MA plyusdan F ishqalanish. Endi gorizontal tekislikda ishqalanish kuchi nima edi? MA plyusdan nima bo'ladi? Mu m j ga teng edi. Shunda F teng bo'ladi. Hozir m bizda 2000
ko'paytirilgan a 2 ga teng plus mu 0,05 ko'paytirilgan a emas j bizda 10 ko'paytirilgan massasi 2000 ga teng edi. Endi buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda nechaga teng chiqar ekan? Hozir endi bitta hisoblab o'ray. Bizda hozir shunda 5 kilonewtonga teng chiqar ekan, ya'ni 5000. 5 kilonewton kuch bilan tortish kerak ekan. 31-masala. Bizga aytyapti 31-masalada massasi 1 kilogramm bo'lgan jism suvda qanday tezlanish bilan cho'kadi? M teng deyapti 1 kilogramm bo'lgan jism, massasi 1 kilogramm bo'lgan jism suvda qanday tezlanish bilan cho'kadi? Rho suv teng deyapti. Bizga bergan 1000 kilogramm taqsim metr kub. Va jismning jismini bergan rho jism teng deyapti. Bizga aytyapti 4000 kilogramm taqsim metr kub. Endi buni qanday ishlaymiz? Aniq topishimiz kerak. Qanday tezlanish bilan cho'kishini. Masalan, mana shunaqa suyuqlik ichida qandaydir bir jism turibdi. Pastga tomon buni qaysi kuch tortadi? M, J. Endi cho'kayotgan paytda pastga tezlanish bilan harakat qilyapti. M tezlanish bilan. Endi mana bu jism suyuqlikda turganligi uchun unga yuqoriga tomon F Arximed kuch ta'sir qiladi. Ana endi MA harakat tenglamasi yozadigan bo'lsak, MA teng bo'ladi MJ ayrilgan F Arximed. Shunda M deganimiz rho jism ko'paytirilgan V ko'paytirilgan A teng bo'ladi rho jism ko'paytirilgan V ko'paytirilgan A emas ayrilgan Arximed kuchi nima edi? Rho suyuqlik ko'paytirilgan. Endi cho'kkan paytida uning hamma hajmi botadimi? Shuning uchun V ko'paytirilgan J bo'ladi. Mana shu yerdan A ni topib qo'yadigan bo'lsak, A teng bo'ladi rho jism ayrilgan rho suyuqlik bo'lingan nima bo'ladi? Bizda rho jism ko'paytirilgan J. Shunda mana shu yerda 4000 ayrilgan 1000 bo'lingan bizda 4000 ko'paytirilgan J bizda 10. Mana shu yerdan A ni topib qo'yadigan bo'lsak, A teng chiqadi 7,5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan cho'kar ekan. Bunday javob bizda A da. Keyingi 32-masala. 32-masalada aytyapti, og'irligi P teng deyapti 10 newton bo'lgan blok, ko'char blok yordamida deyapti. 20 newton og'irlikda yuk ko'tarilmoqda. Ipga qo'yilgan ko'taruvchi kuchni toping deyapti. Bizga bunaqa deyapti-da. Mana bunaqasiga F kuch bilan tortyapti. Mana bu blokning og'irligi deyapti. P teng deyapti, bizga aytyapti 10 newton deyapti. Endi mana bunga yuk osilgan, qandaydir bir m massali yuk osilgan. Mana shu yukning og'irligi esa 20 newtonga teng. Endi bizga aytyapti, mana shu F kuchni toping deyapti. F kuchni. Endi buni qanday topamiz? Buni topish uchun qaranglar. Buni topish uchun eng oddiy soddaroq variantdan foydalanishimiz kerak. Qaranglar. Mana bu hozir ko'char blok nima qilardi? Kuchdan 2 marta yutuq beradi. Ana endi mana bu jismning og'irligi endi bu tomonga emas, shunchaki mana bu jismning og'irligi, ya'ni blokning og'irligi ekanligini ko'rsatayotgan edim. Endi pastga tomon hozir mana bu blok ham mj og'irlik kuchi bilan, ya'ni P og'irlik bilan 10 newton kuch bilan tortilyaptimi? Shunda mana bu jismning umumiy og'irligi 30 newton bo'lyapti. Shunda mana bu yerda taranglik kuchlari 2 ta T ga teng bo'ladimi? Mana bu yerdagi taranglik bu tomonga T, mana bu yerdagi taranglik mana bu tomonga T. Shunda hozir T teng bo'lyapti F. Ana endi 2 ta T shunda nimaga teng bo'lyapti? 2 ta T bizda 30 newtonga teng bo'lyapti. Mana shu yerdan biz F ni topib qo'ygan bo'lsak, T teng F ekanligini inobatga olib, F teng bo'ladi 15 newtonga. Ya'ni jismni yuqoriga 15 newton kuch bilan tortadigan bo'lsak, bu jismni ko'tara olamiz. Bunday javob B da. 33-masalada aytyapti, qurilish firmasida mustahkamlik zapasi, ya'ni buni n bilan belgilaymiz. N teng deyapti 6 ga teng bo'lgan 60 metr balandlikdagi binoni qurish uchun g'isht zavodga buyurtma berdi. Zavod esa
firmaga mustahkamlik chegarasi deyapti. Sigma teng deyapti. Bizga aytyapti 4.8 megapaskal bo'lgan g'ishtlarni taklif etdi. Agar firma ushbu g'ishtlardan foydalanib xuddi shunday mustahkamlik zapasiga ega bino qursa deyapti. Binoning balandligi necha metr farq qiladi deyapti. Binoning balandligi necha metr farq qiladi? Delta H ni topishimiz kerak. Bizga aytyapti g'ishtning zichligi deyapti, rho teng deyapti 2000 kg taqsim metr kub. Endi buni qanday ishlaymiz? Buni qaranglar. Endi buni qilamiz. 33 ta. Qaranglar. O'zi bizga endi qaranglar. Hozir bizda binoning tag qismiga, ya'ni tubiga o'z og'irligi tufayli tushadigan mexanik kuchlanish sigma teng bo'ladi. Hozir rho j h ga, ya'ni gidrostatik bosimga o'xshab ketadi. Endi bu h x deb belgilaylik. Endi qaranglar. Endi bu hozir biz ishlatayotgan g'ishtning mustahkamlik chegarasi, ya'ni sigma ish deyman. Sigma ish. Endi mustahkamlik zapasi qanday topilardi? N teng edi. Sigma hozir rejadagini bo'lib qo'yishimiz kerak edi. Sigma ishga, ya'ni ishlatayotgan g'ishtning mustahkamlik chegarasiga. Shunda 6 teng bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? 6 teng bo'ladi. 4 mana bu rejadagi 4.8 ko'paytirilgan 10 darajasida 6 bo'lingan biz ishlatayotgan g'ishtimiz 2000 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan h. Mana shu yerdan h ni topadigan bo'lsak, bizda 40 metr chiqadi. Ya'ni yangi qurayotgan binomizning balandligi ko'pi bilan 40 metr bo'la oladi. Ya'ni mana bu hx teng chiqadi. Bizda 40 metr. Shunda necha metrga farq qiladi? Delta h teng bo'ladi 60 ayrilgan 40. Shunda 20 metrga farq qilar ekan. Bunday javob bizda qayerda? 20 metr past, ya'ni C javob bo'ladi. O'ttiz to'rtda aytyapti, gorizontal tekislikda arqon yordamida 11 kg massali chana tekis tortib ketilmoqda. Agar arqon gorizontdan tashkil qilgan burchagining tangisi 0.75 ga teng bo'lsa, arqonning taranglik kuchini toping deyapti. Ya'ni bizga bunaqa demoqchi, massasi m teng deyapti 11 kg. Bizga aytyapti, endi aytyapti biz taranglik kuchini toping deyapti. Tangensidan alfani bergan. Bu qayerdagi burchak ekanligini hozir aytaman. Mana bu bitta rasmini chizib olaylik. Mana hozir bunaqasiga mana gorizontal sirt. Mana endi bitta strega topib olaylik. Mana ekan. Mana bo'ldi. Yetadi shu bizga. Endi qaranglar. Mana bu yo'nalishda arqon tortsak, xuddi shu yo'nalishda taranglanadi. Endi aytyapti bizga mana shu yo'nalishdagi alfa, mana shu yerdagi burchak deyapti. Mana shu burchakning tangisi 0.75 ga teng deyapti. Endi aytyapti ishqalanish koeffitsiyentini beribdi bizga. Ishqalanish koeffitsiyenti mu teng degan 0.5 ga. Bizdan taranglik kuchini topishni so'rayapti. Buni qanday topamiz? Qaranglar. Hozir mana shu tomonga tortadigan bo'lsak, mana bu tomonga nima ta'sir qiladi? F ishqalanish. Mana bu taranglik kuchining mana bu o'qdagi proyeksiyasi nima bo'ladi? Bu tomonga Tx. Endi mana bu jismga pastga tomon mj degan og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Yuqoriga mana bu sirt tomondan n reaksiya kuchi ta'sir qiladi. Endi mana bu taranglik kuchining y o'qidagi proyeksiyasi esa ty ga teng bo'ladi. Ty. Shunda mana bu tomonga ty. Endi n ni topib oladigan bo'lsak, n teng bo'ladi mj ayrilgan ty. Endi mana bu hozir jism tekis harakat qilishi uchun tx teng bo'lishi kerak. Nimaga? F ishqalanishga. O'zi ishqalanish kuchi nima edi? Mu ko'paytirilgan n edi. Shunda endi bizga tx bilan ty yo'q. Tx va
t y yo'q. Buni qanday topamiz? Buni topish uchun dastlab burchakning sinusidan foydalanaman. Sinusdan alfa teng deyman, nima deyman? T y ning t ga nisbati, ya'ni t y teng chiqadi. Bizda shu yerda t ko'paytirilgan sinusdan alfa. Endi kosinusdan alfani topib qo'yadigan bo'lsam, mana bu uchburchakdan kosinusdan alfani topib qo'yadigan bo'lsam, kosinusdan alfa teng chiqadi. Bizda tx bo'lingan t. Mana shu yerdan tx ni topib qo'yadigan bo'lsam, tx teng bo'ladi t ko'paytirilgan kosinusdan alfa. Endi bizga burchakning sinusi va kosinusi kerak. Buni qanday topamiz? Trigonometrik ayniyat bor edi. 1 plyusdan tangensdan kvadrat alfa teng edi 1 taqsim kosinusdan kvadrat alfaga. Shunda 1 plyusdan 0.75 degamiz 3 taqsim 4 ning qavs kvadrati teng bo'ladi 1 taqsim kosinusdan kvadrat alfaga. Shunda endi bu yerdan kosinusdan alfani topadigan bo'lsak, kosinusdan alfa teng chiqadi. Bizda bu yerda hozir 4 taqsim 5. Endi sinusdan alfani qanday topsak bo'ladi? Sinusdan alfa teng bo'ladi bizda nimaga? Ilzosida 1 ayrilgan kosinusdan kvadrat alfaga. Shunda mana shu yerdan sinusdan alfani topadigan bo'lsak, 0.6 ga teng chiqadi. 0.6 ga. Endi bizda yuqorida tenglami bor edi. Tx degamiz t ko'paytirilgan kosinusdan alfa teng bo'ladi ishlanish uchun mu ko'paytirilgan n edi. Ya'ni mj ayrilgan nima bo'lar edi? T ko'paytirilgan sinusdan alfa bo'ladi. Endi o'rniga olib kelib qo'yamiz. Shunda bizda t ko'paytirilgan kosinusdan alfa 4 taqsim 5 teng bo'ladi mu 0.5 ko'paytirilgan m 11 ko'paytirilgan j 10 ayrilgan t ko'paytirilgan nima bo'ladi? 3 taqsim 5 ga. Mana shu yerdan t ni topib qo'yadigan bo'lsak, 34-masalada shu yerdan t ni topib qo'yadigan bo'lsak, hozir endi bizda t teng chiqadi 50 newtonga teng chiqadi. 50 newton. Mana shu hisobga qo'yadigan bo'lsak. Bunday javob C da. Keyingi masala 35. 35-masala. 35-masalada aytyapti, uzunligi L teng deyapti 10 ilzosida 2 metr bo'lgan ipga yuk osilgan. Yuk gorizontal tekislikda aylana chizib aylanmoqda. Agar bunda ip vertikaldan deyapti 45 gradus burchakka og'gan bo'lsa deyapti. Endi aytyapti yukning aylanishdagi burchak tezligini toping. Alfa teng 45 gradusda aylanayotgan bo'lsa, bizga aytyapti omegani toping deyapti. Buning formulasi bor. Omega teng edi ilzosida L ko'paytirilgan kosinusdan alfa yanglishdik. Hozir qayerdan kelganligini ham ko'rsatib beraman. Mana bunaqa. Ilzosida j taqsim L ko'paytirilgan kosinusdan alfa. Qaranglar. Mana bunaqa biron bir tekislikda turgan bo'lsin, biron bir jism. Endi mana shu ipga bog'lab mana bunaqasiga bu jismni aylantiraylik. Mana bu trayektoriya aylana bo'ylab. Endi qaranglar. U hozir mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa nima bo'ladi? R. Gorizontga nisbatan deyapti, bizga vertikalga nisbatan alfa burchakka og'dirildi deyapti. Ipning uzunligi L. Mana shu yerdan R ni topib qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? R teng bo'ladi. Bizda nima bo'ladi? R teng L ko'paytirilgan nimaga teng edi? Hozir R teng bo'ladi L ko'paytirilgan kosinusdan alfaga. Endi mana shu yerdan kelib chiqqanda bu. Shunda omega teng bo'ladi. Ilzosida j bizda 10 bo'lingan 10 ilzosida 2 ko'paytirilgan kosinus 45 gradusda nimaga teng? 1 taqsim ilzosida 2 ga. Shunda buni hisobga qo'yadigan bo'lsak, 1 radian taqsim sekund burchak tezlik bilan aylanar ekan. Keyingi 36-masala. 36-masalada aytyapti, massasi deyapti 2 tonna bo'lgan va hajmi v teng deyapti 1 metr kub bo'lgan jism suvda cho'kadimi deyapti. Buni qanday topamiz? Dastlab jismning zichligini topaylik. Rho jism teng edi, nima edi? M bo'lingan v. Shunda m bizda 2000, ya'ni 2 tonna 2000 kilogramm bo'lamiz 1 ga. Shunda rho jism teng chiqadi nimaga? 2000 kilogramm taqsim metr kubga teng chiqadi. Demak, jism cho'kadimi yoki cho'kmaydimi? Qachon jism cho'kar edi? Agar rho jism katta bo'lsa, rho suyuqlikning zichligidan. Shunda nima qiladi bu jism? Hozir agar mana shu shart bajarilsa,
Jism cho'kadi. Shuning bilan masalalar yechimi tamom. Nega Fizika kanaliga obuna bo'lishni unutmang.